Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida Qirqvolida qishlog'iga gapga o'rnatib berdik. Bu darvozamiz sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, stoykalarimiz 10 ga 5 shivillardan bo'ldi. Profillarimiz 6 ga 4, 1,5 stenalik. Listlarimiz 2 qavatli, 1.8 lik va 1 lik listlardan iborat bo'ldi. Mana bunaqa ikki joylarning ichiga tosh listlarni qo'yib berdik. Mana bu listlari 1.8 lik. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ajoyib chiqdi, xudo xolasa. Taglari ham mana shunday holatda bo'ldi, xudo xolasa. Tepalarini ochiq qilib bering deyishdi, ochiq qilib berdik. Bu darvozamizning razmeri eniga 290, balandligi 380 bo'ldi. Bunaqa zamoklari ham zubur zamok, glazok qo'yib bering deyishdi. Glazoklarga yopishib qo'yib berdik. Mana yopilishlari juda ajoyib. Orqalarini ko'rsatib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Orqalari ham tekis, xudo xolasa. Mana bunaqa joylarni sentr zamok qilib berdik. Juda ajoyib chiqdi. Kimgaki shunday darvozalar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.